ketdi. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube shaydolari, yori do'stlar, ahli mo'minlar, ahli musulmonlar, hammamizni xonadonimizga Xudo tinchlik, omonlik, ofiyatli, salomatlik bersin. Mana Namangan viloyatini Kosonsoy degan shahriga kelib, mana shu yerga sihatgohga keldik, dam olyapmiz. Hop, juda bir havosi bir mo'tadil, suvlari juda ham shirin, bir odam kelsa bahri dili ochiladigan joylar ekan. Oldin hech kim ko'rmagan edik, mana ko'rdik, ishonch hosil qildik. Odamlari ham yaxshi ekan, bir dunyo qarashi yaxshi, hammasi pokizalik, juda bir chiroyli joylar ekan. Sizlar ham kelinglar, mana shu yerdan shifo topaman deganlar Allohdan shifo so'rab kelinglar. Mana tog'i joy ekan, havolari juda toza, to'yib nafas olasizlar. Mana Abdumo'min birodarimiz o'lmasa ekan, mana Samarqand Kattaqo'rg'onidan, Qo'sharib nima mana Qo'shrabotda mana Abdumo'min mazza qilib mana dam olyapmiz. Bu birodarlarimiz ancha bir yaxshi bir-birimizga kelishib oldik, yaxshi bo'lib. Xudo xolsa sizlar ham kelinglar. Mana shu joydan bir yaxshi bir o'rnak olib, shifo topib ketinglar. Xudo shu yurtimizni shunaqangi bir tinchligini abadiy qilsin. Xo'p, tinchlik ne'matni, mustaqillik ne'matni Xudo abadiy qilsin. Xudo osmonimizni musaffo qilsin. Mustaqillik ne'matimizga ko'z tegmasin. Mana shu mazza qilib yeb, ichib, ibodat qilib, Xudoga shukr aytib, shukronalarni aytib, yaxshi hayot kechirishni Xudo hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Rahmat e'tiborlaring uchun.